Assalomu alaykum. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, men bu murojaatim Samarqand viloyati Nurobod tumani hokimi Maqsud Bo'ronovga. Hurmatli Maqsud Bo'ronov, sizni mana o'tgan haftada, oldingi hafta ekan, kirdim qabulingizga, ya'ni sentyabr sanasida, sentyabr oyida kirdim qabulingizga. Haqiqatdan shu paytgacha bu tumanga sizdek hokim kelganini ko'rmaganman. Mana shu joyda 94-yildan beri Nuroboddaman, bilaman. Nurobodda u yoq nimalarda yurganman, lekin Nurobod shahrida istiqomat qilib turib, orada shuncha nechtadir hokim almashdi, boshqa qildi, lekin birontasi kelib turib, masalan, fuqaroni endi kimgadir bo'lishdi, kimgadir qanday ish qildi bilmadim-u, shaxsan menga kelib darding nima deb so'ragan emas. Har doim nimadir muammo keltirib chiqarib, bu yerda obod qilishiga bir hissa qo'shmagan hisob. Lekin sizni kecha haqiqatdan ham prezidentning talabidan kelib chiqib, prezidentga nisbatan sizni qandaydir shuning brigadasida deganday bir menda bir kayfiyat, shunaqa fikr uyg'andiki, siz haqiqatdan ham qabulingizda oldingi hokimlarga o'xshab ichkarida to's-to'polon qildirmayapsiz. Shaxsan har bir inson bilan individualni bittama-bitta o'tirib, oddiy bitta mana bu stol qo'yib o'tirib qabul qilyapsiz. Bu tahsinga sazovor bu. Juda yaxshi narsa bu. Chunki xalq yozdiryapti, hech qanday to'siq yo'q, muammo bo'yicha aytyapti. Hokimga uchrashaman desa, hokimga to'g'ri borib sizga qo'yyapti. O'sha yurgan yoningizdagi, mana siz deymi, sekretar deymizmi, nima deymiz, shu ish boshqaruvchilaringiz deymizmi, shular sizga yo'naltirib beryapti. Baraka topsin. Qurilish bo'yicha qurilishga, boshqasi boshqa muammo agar bitmaydi, yo'q, hokim bilan deysa, hokimni to'g'ri sizni oldingizga, masalan, navbat bilan mana varaqcha yozib borib siz bilan uchrashyapti. Men ham shunday qilib uchrashdim. Dushanba kuni qabulingiz bo'ldi. Chunki men shu paytgacha shuncha qabullarda bo'lganman, muammolar bor, boshqa vaziyatlardan bo'lganman. Shu paytgacha hokimlarda birontasida bunaqa sizdek vaziyat ko'rmadim. Haqiqatdan sayyor qabulingiz har dushanba juda ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni menga mana Sharq mahalla fuqarolar yig'ini raisi, u yerda Nargul opamiz, o'sha yerda hozirda ishlab turgan Nargul opamiz, u birgalashib menga aytishdiki, o'sha paytda shu muammo bo'yicha mana noqonuniy qurilish 75 million jarima qo'ydi, noinsof bu kadastr deganimda bir hokimga uchrashib ko'ring. Hokim, yangi hokim keldi, yaxshi hokimga o'xshaydi, ko'plarning masalasini hal qilib beryapti dedi. Shundan keyin sizni qabulingizga bordim. Haqiqatdan sizda adolat bor hozircha. Siz buni ko'rib chiqib, nechtadir komissiya berdingiz. 6 ta, 7 ta komissiya buni berdingiz. Keyin bular ki bu masalani ko'rib ketdi. Mana bu navis masalasida bildirgi, qandaydir bir nimalarni bir kelishishga harakat qildi. Lekin bitta narsani sizga aytmoqchiman. Sizni endi xalq har xil o'ylash mumkin. Xalqni bir nima deb bo'lmaydi, xalq endi xohlagan fikrini berish mumkin. Kimdir norozi, kimdir maqtab boshqa o'zing manfaatingda shug'ullanyapsan degan fikr ham bo'lishi mumkin. Lekin biz Alloh yo'lida to'g'ri gapni gapirishimiz kerak. Hamma narsaga so'rov bor. Sizni bu yerda bitta sizni mana bu o'sha xalqqa bo'layotgan mana shu yordamlaringizda bitta narsaga e'tibor qilishingizni so'rardimki, siz atrofingizdagi mana shu mutasaddi har bir tashkilotni bittadan ko'rib, qaysi sizga bo'lishadigan prezidentga mana qavat bo'lib turib sizga yordam berib, sizni shu yo'nalishingizni birgalashib xalq dardi bilan yashaydigan bir mutasaddi bir nimalarni bir topib olishingiz kerak. Chunki u yerda atrofingizda o'tirgan sizni patqot qilib sizga zo'r gaplarni gapirgan bilan sizni oyog'ingizga bolta urgishlari ko'p ekan. Keladi, masalani hal qilishni o'ylamaydi. Keladi, biri kelib turib siz deyapti, Nurobodda deydi, nimasidan chiqyapsiz, biz deydi, butun u yoqqa bayagi menimcha yomon ko'rinsa kerak-da Nurobodni muammosini chiqarsangiz. Shunaqa bo'layapti, bunaqa bo'layapti, siz deydi, bunaqa chiqmang deydi-yu, masala bir chekkada qolib ketadi. Sizni masalangizni yechish tarafdori emas. Tushunyapsizmi? Buni shunaqangi sizda eskidan qolib ketgan mana bu sizgacha bo'lgan xodimlarni bir nazoratga olib chiqing. Bularni
bir shunday bir xizmat tekshiruvlari qilib qo'yasizmi, nimadir qilingki, bular ko'pchiligi, hammasi demayman, orasida bir 30-40% desam adashmayman, 40% xodimlaringiz mutlaqo u yerga o'tirishga noloyiq insonlar. Ularni umuman bu bo'layotgan tadbirkorning, bu yerdagi odamlarning tashvishi qiziqtirmaydi. Ular joyida o'tirib ezishdan iborat. Men juda ko'p mana shu yo'lida, mana shu hokimiyatning yo'lini chiqir bo'lib ketgan. Qatnov urib. Barcha mana men shundayki o'zingizga aytishim mumkin. Bu yerda endi o'zimga bir xohlamadim, bu yerda efir qilib turib bu narsani o'ydi deb o'tirmayin. Manmansigan, kibrlangan hokimiyatda o'tirgan ko'pchilik mana shu sizdan keyingi mana o'tirganlar. Men aytib qo'yay. Mana bo'lar ekan, Nurobodga bitta hokim kelibdi. Shuni qavatiga kirib insof bilan ko'pchiligi mana shu Nurobodning o'zining tub aholisidan chiqqansizlarda, kattargansan. Sen ham shu bir payti keladi, shu postingdan ayrilasan. Sen ham shu oddiy fuqaroga aylanasan. Shu ma'lum bir vaqt bo'lganda bir umr shu mansab menda qolar ekan degan fikr bilan buncha katta ketib bir odamlarga bir kibringni ko'rsatma. Borib bir xiling borku, shu mansabga o'tirsang, men juda ko'pini e'tibor qilganman. Bittangni obam tashadi, bitta ko'p ko'rganman. Oldin shunday yaxshi ko'rishadigan odam bir payt shunday mansabga o'tirding, bosar tusaringni bilmay qolding, borib ko'rishsa, e'tibor qilyapman. Yoshi katta odamlar shunday borsa, joyidan turmay o'zingga ip ko'rmayapsanmi sen? Noinsof, masalan, ko'pchiliging. Borib joyingdan turolmaysan. Lekin mana kecha mana Bo'ranov, mana ko'ryapman, Maqsud Bo'ranov degan hokim kelibdi. Pazarg'omning yigit bo'lsa kerak, menimcha shunday deb tushuntirishdi, lekin shu ham menimcha hokim, lekin ko'pchilik mana zo'r mana nimalarda o'tirganlaringga nisbatan shu xalqchilligi bilinib turibdi-da. Shunday borib hech bo'lmasa bir shunday yaxshi ko'rishib, dardingni tinglab, bir xushmuomalalik bilan harakat qilyapti-ku, seni dardingni shu yumshatishga harakat qilyapti. Menga shunday tuyuldi. Men odamni yaxshi yomonini shunday qarab bilaman. Ko'pchiliging shunday o'tirayapsan, mansabga o'tirding, seni bir xudo bo'lding-da sizlar, xudo. Shu joydan chiqqansan hamman, ko'pchiliging shu yerdan chiqqansan. Lekin shu yerdan borib turib, hanaga hokimiyatga o'tirishingdan qo'rqaman sizlarni. Hokimiyatga o'tirgan payting bir mansab deymasin sizlarga. Bitta mansab deysa, "Oho, shunaqa eshitmaysan, shunaqa eshitging kelmaydi, kibrlanasan, qo'lingni bet uchida ko'rishni boshlaysan." Sizlarni nima kattartiryapti? Nimaga buncha o'zingdan ketasan sizlar? Sen ham har doim aytib kelaman, 2 metr joyga tez orada borasan hammang. Shu joyga bir o'tirdingmi? Mayli, qonundan kecholmaysan, boshqa qila olmayman degan bir balandparvoz gapga o'rgangansan hammang. Shu narsadan ko'ra, bu ertaga meni xalqim-ku bu. Hammanga, butun mana respublika bo'yicha tumanda shu o'tirayotganlaring, tuman hokimlikami, prokuratura qayerga o'tirayotgan bo'lsang, shu meni xalqim-ku bu. Shu men shularga bir to'rkunlik dunyoda bir yaxshilik qilay qani, hech bo'lmasa bir bulardan qaytmasa Xudodan qaytar deb jon qaytib ishlaydiganlaring bormi, yo'qmi? O'tirding bo'ldi. Shu o'zingni, xalqingni o'zing ezishni boshlaysan. Hech bo'lmaganda eshitging kelmaydi. Hech bo'lmaganda bir manmansib kibringni ko'rsatasan. Xuddi bir umr sizlarga mana shu joyda birov shu qo'yib bergandayda. Shuning uchun Maqsud Bo'ranovga mana shu murojaat qilyapmanki, men sizga avvalambor mana shu qilayotgan prezidentning qavatida bo'lib turib, prezidentdan keyin siz mana bu ishlarni amalga oshirishga harakat qilib, faqat sizdan bitta iltimos. Shu joylarga chiqing. Siz mana bu yoningizdagilarga ko'p ishonmang. Yoningizdagi sizga hozir xo'p deydi. Davay, siz zo'rsiz deb 8 bukilib salomni zo'r qiladi. Lekin siz shunday toygan kuningiz sizga qarshi bular ishlaydi. Shuning uchun men sizga aytayapmanki, bularni shunday jo'natyapsiz. Borib işte xalqi shu joylarga borib muammolarni ko'rib, xalqi chiqinglar, joyiga chiq deyapsiz. Chunki o'zingiz prosta iloji yo'q, o'zingiz hamma joyga bora olmaysiz. Muammoni qayta 2 marta bo'lmayotgandan keyin o'sha joyda siz qizilga olib qo'ying. Bu yechim bu. Qizilga, xo'p, o'sha 3 marta shu murojaat qilyaptimi? Demak, buni bular hal qila olmayapti bular. Bir nimadir bor. Shu joyga o'zingiz shaxsan chiqing. Shaxsan chiqib shu muammoni ko'ring, mayli bo'lsa bo'ldi, murosa qildira olsangiz qildirdingiz yoki bir muammoni hal qilsangiz qildingiz, bo'lmasa boyagi odam ham o'zi bo'ldi. Bunaqangi yugur bilan boyagilar orasida otanga bor, enanga bor degan narsa bilan bu vaqtini o'tkazmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun
sizda mana shu narsani iltimos qilib so'rardim. Yoningizdagilarni bir xizmat tekshiruvini shunda joyiga qo'yib bir ko'rib chiqing. Bittani ishni yuboryapsiz, orqasini so'rang. Iltimos sizdan. Shuning uchun mana menga kelgan 7 tami 8 ta mana bu yuborgan komissiyalaringizni ishidan men qoniqmadim. Chunki o'zingiz kelib vaziyatni mana shu joyda ko'rmaguncha men aytganman, bu yoningizdagi zamlaringiz hech qachon muammomni hal qilib berish tarafdori emas. Ular kelgani, men o'zim yani bir necha marta aytgan, kelgani ham aka qonundan chiqolmaymiz, palon edi. Men aytib o'tirgan narsani oxirigacha tekshirish va taftish qilishdan ojiz. Bular faqat boyagidek. Sudga murojaat qiling, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Qonundan chiqolmaymiz, palon qilamiz, piston qila olmaymiz. Qonundan chiqolmaydigan joylar bor. U masalalar boshqacha. Bizning joyimizda oddiylik kerak bu yerga. Qonundan chiqalim baland parvoz gap kerak emas. Xalq bu qonunlar xalq uchun ishlash kerakmi? Siz chiqdingiz, ko'rdingiz, nima gaplarni bildingiz, ana shundagina bila olasiz. Haqiqatan ham ular gapi to'g'rimi, yo'qmi? Shuning uchun men gapimni qisqaroq qilishga harakat qilyapman. Yana bir marta sizdan mana shu vaziyat bo'yicha bir oydinlik ko'rib, mana bizning muammomizni bir efirga chiqyapman. Umuman Nurobodliklarni, mana Samarqand viloyati Nurobod tumanining fuqarolarini ko'pchiligini mana yechim topmayotgan muammolarini shunday krasniga olingdagini ichida bir 10 ta chiqadimi, shu boshqa ish qolib ketsa ham shu fuqarolarning joyiga chiqing. Boshqa respublika bo'yicha hokimlar ham krasni yechim bor bunga. Krasni qizilga olib qo'ydingiz. 3-4 marta, 10 martalab yechim topmayapti. Yuborayotgan xodimingiz bilmadim, unga bir boshqacha munosabat bildirayotgandir. Sizga yolg'on narsa yetkazib kelayotgandir, uni bilmaysiz. Shuning uchun siz shaxsan oling, prokurorni oling, joyida o'tirgan bo'lsa, kerakli mana tashkilotdan odamni oling, qayerga borish kerak bo'lsa. Mana nechta asosiy sektorda olasiz, o'sha joyda o'ziga borib xodimlaringiz qo'ymang. Shu bitta qishloqqa bir martadan hech bo'lmasa shu butun mana faoliyatingiz davomida bir marta borib muammosini hal qilib keling. Mana shunaqa chiqishlar qilsangizgina bu yerga bir manfaatli ish qilgan bo'lasiz. Xalq ham sizdan norozi bo'ladi. Xo'p, gapimni tugataman. Sizda mana shu ishlaringizda charchamang. Shu qilayotgan ishlaringiz mana O'zbekiston Respublikasi prezidentimizning, sizning mana qilayotgan ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Endi shu biz qilgan mana e'tirozlarimizni inobatga olishni so'rayman. Salomat bo'ling.